Assalomu alaykum. Demak, bugun O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksini 35 ta taqdim etilgan normativ-huquqiy hujjatlar doirasida o'quv dasturiga doir bo'lgan qismlarini ko'rib chiqamiz. E'tibor qaratishimiz kerak, mazkur Soliq kodeksi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari hisoblanadi va mana shu Soliq kodeksi soliqlar va yig'imlarni belgilash, ularni joriy etish yoki ularni bekor qilish, hisoblab chiqarish hamda to'lashga doir munosabatlarni, shuningdek soliq munosabatlarini bajarish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soladi. Bizda yana bir ma'lumot eslab qolishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasida yangi soliqlarni joriy qilish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan amalga oshiriladi. Soliq to'g'risidagi qonunchilik qaysi hujjatlardan iborat? Soliq to'g'risidagi qonunchilik mana shu Soliq kodeksi hamda mana shu qabul qilinishi hamda ushbu kodeksda to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan boshqa normativ-huquqiy hujjatlardan iboratdir. Agar mana shu kodeksimizni o'zida boshqa bir hujjatga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri belgilash bo'lsa, demak, u ham bizni soliq to'g'risidagi qonunchiligimiz doirasiga kiradi. Agar O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasida soliq to'g'risidagi qonunchilik nazarda tutilmagan, ya'ni tutilganidan boshqacha qoida belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari ustuvor hisoblanadi. Bu konstitutsiyaviy qonunlarning ustunligi prinsipiga muvofiqdir. Normativ-huquqiy hujjatlarni yoki ularning qismlarini ushbu kodeks qoidalariga muvofiq emas deb topish. Xo'p, bu bizada o'quv dasturimizga doir qismi emas. Soliq to'g'risidagi qonunchilikni amal qilishi ham bizani o'quv dasturimizga doir emas. Soliq to'g'risidagi qonunchilikning belgilangan muddatlarni tarkiblari, ya'ni yillar, oylar, kunlar va hokazolar bilan hisoblanishi, xalqaro shartnomalarning qo'llanilishi bu ham bizning o'quv dasturimizga oid qismlar emas. Bizga kerak bo'ladigan joyda mana bundan keyingisi, ya'ni soliq prinsiplari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining soliq prinsiplari. Demak, soliq prinsiplari mana shu. Soliq solish majburiylik, aniqlik va soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan hamkorligi, adolatlilik, soliq tizimining yagonaligi, oshkoralik va soliq to'lovchilarning haqligi prezumpsiyasi prinsiplariga asoslanadi. Demak, majburiylik prinsipi nimani anglatadi? Har bir shaxs mana shu soliq kodeksida belgilangan soliqlar va unda nazarda tutilgan yig'imlarni to'lashi shart. Hech kim soliq va boshqa yig'imlarni barcha alomatlariga ega bo'lgan, biroq kodeksda nazarda tutilmagan yoxud uni normalari buzilgan holda belgilangan soliq va yig'imlarni to'lash majburiyatini yuklatilishi mumkin emas hech kimga. Demak, agar faqatgina mana shu kodeksda belgilangan bo'lsa to'lash kerak. Agar mana shu kodeksga binoan joriy etilmagan bo'lsa, qonunchilikni buzgan holatda joriy etilgan bo'lsa, u soliqni to'lashga majbur etilishi mumkin emas. Ikkinchi prinsipimiz soliq solishning aniqligi va soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan hamkorligi prinsipi. Soliqlar va yig'imlarni belgilovchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari ushbu kodeksda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, soliq to'lovchilarni hamda ushbu soliqlar va yig'imlarning boshqa barcha elementlarini, shu jumladan ularni to'lash muddatlari va tartiblarini aniqlab berishi kerak. Demak, mana shu muddatlar aniq bo'lishi kerakligi, soliq organlari soliq munosabatlari doirasida soliq to'lovchilar bilan soliq to'g'risidagi qonunchilikni to'g'ri bajarish maqsadida hamkorlik qilish shart. Demak, soliq organlari soliq munosabatlari doirasida soliq to'lovchilar bilan hamkorlik qilishga majbur. Bunda soliq organlari soliq to'lovchilarning qonuniy faoliyatiga asossiz to'siqlar yaratishga haqli emas. Soliq to'lovchilar esa soliq organlarini o'z vakolatlarini amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratib berishi kerak. Demak, keyingi prinsipimiz adolatlilik prinsipi. Bu uchinchi prinsipimiz. Soliq va yig'imlar kamsitish xususiyatiga ega bo'lishi, ijtimoiy, irqiy, milliy, diniy va shu kabi mezonlardan kelib chiqqan holda qo'llanilishi mumkin emas.
Mulk shakliga, jismoniy shaxslarning fuqaroligi va kapitalning kelib chiqishi mamlakatiga qarab farqlangan o'sha kelib chiqishi mamlakatiga qarab farqlangan soliq stavkalarini, soliq imtiyozlari va boshqa afzalliklarni berishga yo'l qo'yilmaydi. Hop, fuqarolarning o'z konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan soliqlarni belgilashga ham yo'l qo'yilmaydi. Soliq tizimi O'zbekiston Respublikasini butun hududida yagonadir. Ya'ni O'zbekistonda yagona soliq tizimi bor. Bu unitar davlat belgisi. O'zbekiston Respublikasining yagona iqtisodiy makonini buzuvchi, O'zbekiston Respublikasi hududini doirasida tovar xizmatlarni yoki moliya mablag'larini erkin muomalada bo'lishini bevosita yoki bilvosita cheklab qo'yadigan soliqlarni belgilashga yo'l qo'yilmaydi. Keyingisi oshkoralik prinsipi. Soliq to'g'risidagi qonunchilikni hujjatlar rasman e'lon qilinishi shart. Ya'ni birorta bir e'lon qilinmagan hujjat asosida soliq solinishi mumkin emas. Rasman e'lon qilinmagan soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarini kuchga kiritilmagan hujjat sifatida huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Ya'ni e'lon qilinmagan bo'lsa, u soliqni to'lash shart emas. Soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlaridagi barcha bartaraf etib bo'lmaydigan qarama-qarshilik, noaniqliklar soliq to'lovchining foydasiga talqin etiladi. Bu soliq to'lovchining haqligi prezumpsiyasi prinsipi hisoblanadi. Bitimlarning iqtisodiy mazmuni jihatdan va yuridik jihatdan rasmiylashtirish bu ham bizani o'quv dasturimizga kirgan hisoblanmaydi. Ehtiyotkorlik, soliq va yig'imlar mana shu bizani o'quv dasturimiz mana bu yerdan boshlanadi. Yana O'zbekiston Respublikasidagi soliqlar va yig'imlar. Soliqlar nima, yig'imlar nima, qaysilar qaysiga kiradi? Mana shu bizada juda ham muhim. Ko'p savollar tushgan bu yerda. Soliq deganda mana shu kodeksda belgilangan O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetiga yoki maqsadli jamg'armalariga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi. Mana bu ta'rifni yaxshilab bilib olinglar. Chunki bu o'quv dasturidagi aynan nima deydi? Soliq degan yuridik atamaga ta'rif berilyapti. Yig'im deganda esa nima tushunamiz? Ikkinchisi, yig'im deganda byudjet tizimiga mana shu kodeks, ya'ni soliq kodeksida yoki boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan majburiy to'lov tushuniladi. Bu yig'imning to'lanishi uni to'lovchi shaxsga nisbatan vakolatli organ yoki uning mansabdor shaxsi tomonidan yuridik ahamiyatga ega harakatlarni amalga oshirish, shu jumladan unga muayyan huquqlarni yoxud ruxsat beruvchi hujjatlarni berish shartlaridan biri bo'ladi. Shaxsni zimmasiga sud tartibida yuklatilgan jarima va boshqa to'lovlar, shuningdek qonunda belgilangan hollarda mulkni musodara qilish hamda boshqacha tarzda olib qo'yish soliq va yig'imlar jumlasiga kirmaydi. Bular demak mana bu soliqqa ham, yig'imga ham kirmas ekan. Mulklarni olib qo'yish, ularni musodara qilish, u demak davlat tomonidan qo'llaniladigan boshqacha majburiy chora hisoblanadi. Soliq va yig'imlarning turlari. Qanday soliqlar va yig'imlar bor? Xo'p, demak e'tibor qaratishimiz kerak. Qo'shilgan qiymat solig'i. Mana quyidagilar O'zbekiston Respublikasi hududida quyidagi soliqlar belgilanadi. Qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq, foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijtimoiy soliq. O'zbekiston Respublikasi hududida yig'imlar belgilash mumkin. Yig'im ham bo'lishi mumkin. Mana bu soliqqa ta'rif berilgan bo'lsa, endi mana bu qismidan boshlab yig'im tushunchasiga ta'rif berilyapti. O'zbekiston hududida yig'im ham belgilanishi mumkin. Yig'imlarni joriy qilish, hisoblab chiqarish, to'lov tartibi ushbu kodeksda va boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Chet davlatlar avtotransport vositalarini O'zbekiston hududiga kirganligi, uni hududi orqali tranzit uchun yig'im, yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan yuqori bo'lgan yuk avtotransport vositalari va tirkamalarining avtomobil yo'llari bo'ylab harakatlanishi huquqi uchun yig'imni hamda alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi uchun yig'imlarni hisoblab chiqarish va to'lash tartibi mana shu kodeksda belgilanadi. Demak, bular yig'imli ekan.
Davlat bojini hisoblab chiqarish va undirish tartibi davlat boji to'g'risidagi qonunchilikda belgilanadi. Bu davlat bojini soliqqa aralashtirib yubormaslik kerak. U yig'im davlat boji to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Demak, mana bu holatni birinchisi deb olsak bo'ladi. Avtotransport vositasini O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirganlik va uni hudud orqali o'tkazganlik uchun yig'im. Ikkinchisi, yuk ko'tarish quvvati 10 tonndan oshiq bo'lgan avtotransport vositalari va tirkamalarni avtomobil yo'llari bo'ylab harakatlanish uchun yig'im. Va uchinchisi, alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarni hisoblab chiqish va to'lash tartibi ham mana shu kodeksda belgilanadi. Demak, mana shularni yig'im desak bo'ladi. Ana endi maxsus soliq rejimi. Soliq to'lovlarining ayrim toifalari uchun O'zbekiston Respublikasi hududida maxsus soliq rejimlari belgilanadi. Aylanmadan olinadigan soliq, mahsulot taqsimotiga oid bitimlar ishtirokchilariga soliq solishning alohida tartibi, shuningdek, soliq iqtisodiy zonalar ishtirokchilari va ayrim toifadagi soliq to'lovchilarga soliq solishning alohida tartibi, O'zbekiston Respublikasining ayrim hududlarida soliq solishning alohida tartibi. Bu ayrim toifadagi maxsus rejim soliqlar hisoblanadi. Ya'ni hamma hududda ham bir xil amal qilmaydi. Mana shunday maxsus rejimli soliqlar bor. Bu darsligimizda ikkitasi yozilgan. Qolgan ikkitasini ham qo'shib ketsak bo'ladi. Maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilariga, ayrim toifadagi soliq to'lovchilarga soliq solishning alohida tartibi to'g'risidagi qonunchilik va investitsiya bitimlari nazarda tutilgan investitsiyalarni amalga oshirish hamda ularning shartlarini bajarish bilan bog'liq holda muayyan muddat uchun belgilanadi. Maxsus soliq rejimi, ya'ni alohida muddat bilan belgilab qo'yadi deb belgilab qo'yyapti mana. Muayyan muddatga belgilanadi. Maxsus soliq rejimi ayrim soliqlarni to'lashdan ozod etishni, pasaytirilgan soliq stavkalari yoki boshqa soliq imtiyozlarini qo'llashni nazarda tutishi mumkin. Demak, maxsus soliq rejimlari mana shu 3 ta xususiyatni nazarda tutishi mumkin ekan. Birinchisi, ayrim soliqlarni to'lashdan ozod etishni, ikkinchisi pasaytirilgan soliq stavkalarini va uchinchisi boshqa soliq imtiyozlarini qo'llashni ham nazarda tutishi mumkin. Bu demak maxsus soliq rejimi deb ataladi. O'sha hududga qarab alohida hududga belgilanishi mumkin, yangi rivojlanayotgan iqtisodiy zonalar bo'lishi mumkin va hokazolar. Demak, mana O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksini o'quv dasturi doirasida ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan qismi mana shulardan iborat edi. Qisqacha, xuddi qisqaga o'xshaydi, lekin mana shu bizni o'quv dasturimiz doirasida e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihatlari mana shular. Rahmat, e'tiboringlar uchun salomat bo'linglar.